Mahalla tinch va xavfsiz bo'lsa, fuqarolar ham bunda emin-erkin, bemalol mazza qilib istiqomat qilishadi, joydar qilib aytganda. Assalomu alaykum. Bugungi qahramon loyihasi efirda va ko'rsatuvimizning bu galgi sonini biz Bo'stonliq tumani Qoronqul mahallasidan olib boramiz. Bugungi suhbatdoshimiz mana shu mahalla, ya'ni Qoronqul mahallasi profilaktika inspektori Sherzod Ergashev. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ko'rib turibmiz, huquq-tartibot maskani shu yerda qolaversa, xizmat uyi ham mana shu yerda ekan. Mana shuni qopdizga taqib qo'ydik. Agar vaqtingiz olmasak, bir kunlik faoliyat bilan tanishmoqchi edik. Bir kunlik faoliyatimiz davomida ish faoliyatimizni shu Qoronqul mahallasi xizmat xonasida ish tashkillashtiramiz. Kun davomida shu mahallada bo'lamiz, fuqarolarni qabul qilamiz, murojaatlar bilan ishlaymiz. Mahalla yetiligi bilan birgalikda xulosalar beramiz fuqarolarga. Bugun mahalladan chiqmasdan xizmat olib boryapsizmi yoki qanaqadir bir yig'ilishlarga ham borib turibsizmi? Yo'q, yig'ilishlarga bormayapman. Va yig'ilishlar Zoom orqali amalga oshirilmoqda. Kun davomida 24 soat degan bo'ladi. Mahalla nimasida yuramiz. Men to'g'risi xursand bo'lganim, shundogina ishning yonida, ya'ni huquq-tartibot maskani oldida sizga xizmat uyi berilgan ekan. Xuddi shunday. Bu ham mahallada o'sha xavfsizligini ta'minlashda, har qanaqa bir xavfdan xoli qilishga bu anchagina qo'l keladi, to'g'rimi? Hozirgi kunda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ichki ishlar organlarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada mana ko'rib turganingizdek, mahalla huquq-tartibot maskani, mana xizmat uyim hammasi shu yerda mujassam. Oilangiz bilan istiqomat qilasiz? Albatta. Charchamayapsizmi? Rahmat. Guldek qilib qo'yibsiz mana betlarni qarang. Gullarni ekib, parvarishlab, pomidorlar, daraxtlar. Ha, hammasini qarovatli qo'ldan kelgancha. Bu yerda bog'bonmisiz? Ha, bog'bonman. Qayerlarga qaraysiz yana? Mana o'zimizning territoriya qat bo'lsa shu qarayveramiz. Mahallaga. Yo'q, o'zimizning territoriyamiz bormi? Ustida bog'imiz bor. O'sha bog'larni qarab yuramiz. Bu yoqda bog'lar ham bormi? Ha, bog'larimiz bor, daraxtlari bor. Daraxt sug'oramiz, o'tin o'ramiz. Mana bu o'tlarni ham o'rib qo'ydik-ku hamma yog'ini, shunaqa qilib. Shunaqa qarab yuramiz. Nimadir holat bo'lsa, profilaktika inspektorini yaxshi taniysiz kerak. Yaxshi taniymiz, ha? Profilaktika inspektori yaxshi ishlaydi. Ha, yaxshi ishlaydi, zo'r ishlaydi-yu. Hozir hamma mas'uliyat mashinada-da. Bular bilan ham yaxshi bo'lish kerak. Uchastkovoy degan hamma nima bilan odamlar bilan muloqotda. Mana yon atrofdagilar hammasi keladi, muammosi bo'lsa, hammasini shular reshat qiladi-da. To'g'rimi? Shularni boriga shukur. Ha, bularni boriga shukur-da. Mana yurtimiz tinch hammasi. Voyaga yetmaganlar mashinani yoqqa g'iz haydayotgan ekan. Shunasi rostmi? Rost, bu. Men kecha gruppan kanalini oluvdim. Video yozib tashiyman dedim, video dastur qildim. Ogohlantirish tariqasida. Hozir kechqurun probka bo'ladi 5 daki. Hamma bog'chidan bolasini oladi, qiladi, bu qiladi. Sekinroq yursa bo'ladi, shuni ogohlantirib qo'ysa bo'ladi. Chang bo'ladi damlar ko'chalar. To'g'ri. Endi hozir yosh bolalar ko'p, yop etib chop chiqib qolsa, Bu bo'yicha men ogohlantirish beraman. mahallamiz tinch, Xudoga shukr. Unaqa yomon mahallaga o'xshamaydi, yaxshi. Aholi ham yaxshi. Aholimiz ham bir-biri bilan inoq, yaxshi. Mana o'zim ham ichki ishlarda nimamanda, pajarkida ishlayman-da. Qancha joylanamiz, lekin mahallamiz yaxshi. Burun unaqa emas, endi burun bitta inspektorga misol uchun 3 ta 4 ta qishloq biriktirilgan edi. Bugun o'tdi bo'lsa, bugun erta Charvoqda bo'lardi, Xo'jakatda bo'lardi. Endi hozir mana bu yoq pastda yana shu yerda. Bu o'zimizga ham yaxshi mana. Ko'pchilik yoshlar ham hayiqadi, inspektorimiz shu yerda yuribdi. Bunaqa jinoyat ishlarga qo'l urishmaydi, yaxshi. Ular bor ekan, biz tinch yotyaptik, tinch uxlayaptik, tinch turyaptik. Mana mashinalarimiz ko'chada turibdi, hech kim kelib tegmaydi. O'g'irlik yo'q, kameralar bor, hammasi. Qo'rqmaymiz. Bularga rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Rahmat bularga. Rahmat, Doda. Salomat. Mahallada mana ko'rib boryapmiz, siz bilan yurib 7 yoshdan 70 yoshgacha tanishyapsiz sizni. Bu ham o'sha mahalladan chiqmasdan xizmat olib borayotganingizdan darak beradi, to'g'rimi? Bu mahalla binosi ekan. Mahalla binosi bu. Shu Qoronqul mahallasi binosi. Mahalla raisimiz hozir o'qishda, hokim yordamchisi kelyapti hozir. Yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim, xotin-qizlar bo'yicha hammasi shu yerda birgalikda ish tashkillashtiramiz. Ertalab
soat 8da yig'ilish o'tkazib, kerakli muammolarni gaplashib olamiz. Kun tartibida qilinishi kerak bo'lgan muammolarni hal qilish bo'yicha, bartaraf qilish bo'yicha yig'ilish o'tkazib, shu bo'yicha ish tashkillashtiramiz. Bu yerda hatto tashvish tugmasi ham o'rnatilgan ekan. O'rnatilgan. Bu ham o'sha yuqorida bir gaplashganimizdek xavfsizlikni ta'minlashga anchagina qo'l keladi. Xavfsizlik ta'minlash. Bu yerda ko'p dala hovlilar qolaversa, oromgohlar bor dedingiz. Ko'rib chiqsak bo'ladimi? Qoronqul mahallasida 3 ta oromgoh mavjud bo'lib, geolog bolalar sog'lomlashtirish oromgohi, yangi avlod va Zangirola oromgohlari mavjud. Xo'p desanglar, geolog bolalar sog'lomlashtirish oromgohiga chiqamiz. Bo'ldi. Ketdik unda. Shersdagi mahalla lekin juda ham zo'r ekan, a? Daraxtlar ko'p, havosi toza. Xo'p, oromgohimiz mana shumi? Bu Bo'stonliq tumani Qoronqul mahallasidagi 3-lagerimiz, geolog nomli. Bu lager sig'imi 450 nafar yoshlarni qabul qiladi. O'z ichiga oladi. O'z ichiga oladi. 3 mavsum yoki 5 mavsum davomida bolalarni o'z nimasiga qabul qiladi. Charchamayapsizmi? Tuzimiz? Demak, qo'riqlash xizmatidan siz? Aha. Biz ichkari kiraveramizmi? Bu yerda lager oromgoh guruhiga tashvish tugmasi qo'yilgan. Demak, tashvish tugmasi haqida ma'lumot bera olasizmi? Asosiy vazifasi nimalardan iborat? Tashvishning asosiy xizmat vazifalari favqulodda vaziyat hosil bo'ladigan bo'lsa, qo'riqlash xizmati tezkor harakatlanuvchi xodimlari bor. Bu tashvish tugmasini bosish orqali 3 daqiqadan 5 daqiqa oralig'ida tezkor harakatlanuvchi guruhi yetib kelib, favqulodda vaziyatni oldini oladi. Undan keyingi vazifalari profilaktika inspektoriga topshirish bo'ladi. Deylik, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar profilaktika inspektoriga topshiriladi. Mana shu tashvish tugmasini o'rnatilishi qanchalik foyda berdi profilaktika inspektoriga? Foydali jihatlari bu, masalan, biz boshqa yo'nalish bo'yicha zaявкада yurgan paytimizda tashvish tugmasi bosilsa, tezkor harakatlanuvchi guruh 3 yoki 5 daqiqa oralig'ida yetib kelib, xavfni bartaraf qilib, menga topshirishadi. Va kerakli hujjatlar siz tomonidan rasmiylashtiriladi. Albatta. Aynan mana shu tashvish tugmalarini kerakli joylarga o'rnatilishi bu o'sha huquqbuzarliklarni, jinoyatni oldini olishda anchagina qo'l keldi deb aytishimiz mumkin. To'g'rimi? Albatta, barvaqt oldini olish. Eng muhimi barvaqt oldini olish. Deylik, mana bu kabi lagerlarda, ya'ni oromgohlarda asosan yosh bolalar dam olishadi, to'g'rimi? Hordiq chiqarishadi. Bu yerda kim bilan hamkorlikda ish olib borasiz? Bu yerda voyaga yetmaganlar inspektori biriktirilgan, qo'riqlash xizmati har bir oromgohga alohida biriktirilgan. Har bir oromgohga. Qolaversa, lager rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri har kun gaplashamiz. Kamchiliklar bo'lsa, qandaydir huquqbuzarlik alomatlari bo'lsa, kelib o'rganib bartaraf etib ketamiz. Qolaversa, favqulodda vaziyatlar bo'limlari xodimlari ham biriktirilgan. Bu bo'yicha o'z xizmat vazifalariga asosan xizmat tashkillashtirishgan. Bu haqida ham hozir ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, bu yerda siz asosiy vazifalar nimalardan iborat? Shu bo'yicha ma'lumot bering. Yong'in xavfsizligi bo'yicha bu yerda qo'llanma o'tilgan. Bizning asosiy vazifalarimiz xavfsizlikni ta'minlash. Yong'in xavfsizligi bo'yicha bu yerda tushuntirish ishlari olib borilgan. Shitlar va o't o'chirish apparatlari. Qolaversa, orqamizda ham kerakli anjomlar joylashgan. Hamma kerakli anjomlar bor. O't o'chirish vositalari hammasi joy-joyiga qo'yilgan. O'z sroklari bo'yicha tekshirilgan hammasi. Bundan tashqari yong'in bo'lishini ham oldini olasizlar, to'g'rimi? Yong'in sodir bo'lishining hammasini oldi olingan. Qozonlar o'rilgan. Nazorat olib boriladi binolarda? Binolarda nazorat olib boriladi. Binolarning hammasi xavfsizlik talablariga javob beradi. Hammasi metal konstruksiyadan tashkil topgan. Bu yerda yog'och buyumlar hammasi alohida o'zi qo'yilgan. Mabodo yong'in sodir bo'lib qoldi deylik. Agar yong'in sodir bo'lganda bolalarni xavfsiz hududga olib chiqib va o'sha binoni oldidan iloji boricha mashina biriktirilgan xodimlarni o't o'chirishga moslashgan asbob anjomlar bilan olovni qurshab olish.
va zudlik bilan qo'shimcha yordam kuchi kerak bo'lsa ekipajga chaqirtiriladi, to'g'rimi? Yordam kuchi kelgancha yordam berib turiladi, ekipaj kelgancha. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Birinchi potok nechta bola qabul qilindi? Jami 450 ta qabul qilinishi kerak ekan. 440 ta qabul qilindi hozir. Yana ruxsat etilsa, o'pka bolalar joylashtiryapti. Hozir direktor bilan ham gaplashib oldik. Direktor yana qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, kitobga ro'yxatdan olib, hujjatlarni qilib keyin qabul qilyapti. Hech qanaqa muammo yo'q-a? Muammo yo'q, hammasi yaxshi. Yordam kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, nomeringiz bor, telefon qilamiz. chiqamiz, o'rganamiz. Xudo xolasa. Yana xizmat vazifam mana shu oromgohga biriktirilgan voyaga yetmagan o'quvchilarni tinchligini ta'minlash va xavfsizligini ta'minlash. Bundan tashqari oromgohga har bitta voyaga yetmagan tig'li narsalardan foydalanmasligi, spirtli ichimlikni iste'mol qilmasligi, shu bo'yicha ota-onalar bilan ham gaplashganmiz, ogohlantirganmiz, olib kelmasligi va gazli ichimliklarni olib kelmasligi bo'yicha ogohlantirganmiz va tarbiyachilar bilan ham gaplashib olganmiz. Har qanday huquqbuzarlik holati bo'ladigan bo'lsa, tarbiyachilar to'g'ri aloqaga chiqadi yoki oldimizga kelib murojaat qiladi. Biz mahalla yettilik bilan hamkorlikda profilaktika inspektoriga darhol xabar beramiz. Profilaktika inspektori kelgandan keyin ular o'zlari alohida shug'ullanadi. Qishloq hayoti mazada. Hammasi tabiiy. Qolaversa, mana shunday turishi, yoshlar bemalol velosipedda, samokatda uchishi, fuqarolar osoyishta hayot kechirishi bu mamlakatimiz avvalo tinchligidan darak beradi. Yaxshiyam har bir hududda profilaktika inspektorlari o'z ishlariga sidqidildan yondashib, o'z vazifalarini astoydil bajarishyapti. Ayni shu sababli ham mamlakatimiz bugungi kunda tinch deb bilamiz.